Yaxşımızlar dostlar, men sizlarning sodda yuztuvan do'stinglar yandim bayon. Bugun ochiq mashqlar bayrami. Aqachon jiqpullar tejilib qoldi. Bugunkidek kinoxonlar jimjit kunlarda, yotoqlardan ovozmi chiqmaydigan tunlarda sizlarga bir ahli kamtuk ko'zi qarg'u bo'lgan o'zining eri bilan oshiqini farqlandirmaydigan bir qiz bolaning muhabbatli hikoyasini so'zlamoqchi. Sharlxon ro'lag'an bu yigit 3 ta yaxshi, 5 ta a'lo, 9 ta lekin 10 kulining biri mechilmagan qarmoq sal dalti ko'rinadigan isil bola bo'lib, odat so'rinlarga jiq parmag'ashqa uni so'rin deb ataydi. Kinoimiz boshlanishi bilan so'rin muallimining qizining to'yiga qatnashdi. To'y kuni so'rin kelinchak Soniyaga ko'z tushib qoldi. Toni bo'lsa to'y deganda o'ynab qiyiqas cho'qan chiqarib etdi. So'rin ko'ngilda ey isat bunda qiz bo'ldi, menga bas bo'lmadi deb turishiga o'ylimga yerdan xush xabar kelib, Tonining ko'yime pishime deb tekkan eri o'lib qoladi. Bu shun xabarni ko'taranmagan Tonining dadisi o'rin tutib yetib qoladi. Hamda So'rinni yeniga chaqirib mundaq deydi. "Hey bolam, men ketib qoladigan jiroy bor. Mo'sh qizim bek esil cho'ng'ogan. Talad o'ynab shugini bilan haqiqatan yaxshi qizg'ala. Xapomay atidarchilik qilib, ap qo'ysang bo'pti-ku. Hey qizim, So'rin yaxshi bola. Qarmoqqa daltidek tug'uni bilan bek esqatidi, yama esqatidi. Nerga mushtaballar bekerek esqatidi qizim." Tonining ko'ngli o'ldi. Oda aytishing sila degan narsa qalisiga kirib olgan edi. Lekin dadisining vasiyatini yondo'g'is kelmadi. Mayli dada, qahrdandan No'ruz yaxshi, Matuladan Go'roz yaxshi deb teksam tegay dedi. So'rin qiynatsin o'ngishli kuydirib pishirib olgandan keyin Toni bilan to'y qiladi. Ey So'rin, bugun do'ppan qizil bo'g'ini bilan at qandarangda kim biladi? To'y oxirlashib hujraga kirgandan keyin So'rin Toniga siz ostriting men ustiga chiqay deb ishtam-pishtallarni silib, ishtam-pishtallarni yeshikka silib, ikkinchi qavatga chiqib yotadi. Ha? Ey, tas qoldim qiyib ketgan. Atdan boshlab So'rin shunchalik baqadagi ayolini, tomoqlarni etib, chin-qochlarni yuyib, uylarni ratlab tayyor qiladi. Mana muhabbatlik turmushning asosi. Muhabbatlik turmushning asosi bir-biriga mushundaq ko'yinish, bir-birini mushundaq tushunish edi. Shirkatning xizmatdoshlari So'rinning o'g'irlash to'y qo'yganligini bilib, intoyin qabuladi. Hamda bugunga sening uyingga berib pat qilamiz deb chim turib oladi. Azaldan So'rin qilib baxmagan So'rin xijolatchilik qilib, qaytib berib ayolidan hopilmay So'ringa 5 minut beshingizda tiqib qo'yib chiqasangiz mayli deb o'tinadi. Lekin bu qandoqmi mumkin bo'lsin? O'ylamagan yerdan Toni rost degandek mehmonlar bilan ko'rishga chiqdi. Bu ishdan hayron bo'lgan So'rin Tonining o'zining shunchalik yuzini qilganligidan intoyin xush bo'ladi. Kashf bo'lganda Toni So'rinni izlab kelib, ko'ngildagi gapni aytadi. So'rin, siz bek yaxshi odam, yaxshi bola, yaxshi yigit. Lekin biz to'y qildik. To'y qilgan bilan men sizni yaxshi ko'rmayman. Men ham sizni suymayman. Biz unda cho'nglardek ishlarni qilsak bo'lmaydi. Tushundingizmi? Shu balango bo'ladi.